Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari diqqatiga. Sizlarni namunali oila ko'rik tanlovida ishtirok etishga taklif etamiz. Tanlovning maqsadi oilalar mustahkamligini oshirish, xodimlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, farzandlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish. Ishtirok etish talablari: ichki ishlar organlarida kamida 5 yil ish staji bo'lishi, oila qurganiga kamida 8 yil to'lgan bo'lishi, oilada 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan farzandlar ishtirok etishi mumkin. Harakatdagi intizomiy jazo bo'lmasligi, xotindan biri yoki ikkalasi ham xodim bo'lishi mumkin. Oila o'z shiori, yagona kiyimi va ko'krak nishoniga ega bo'lishi shart. Tanlov shartlari: birinchi shart tanishtiruv. Unda oila a'zolari birgalikda ishtirok etadi. Milliy raqs, she'r, qo'shiq yoki sahna ko'rinishi orqali oilangizni tanishtirasiz. Vaqt 5-7 daqiqa. Ikkinchi shart: bu mening oilam. Unda 10 ta eng yaxshi oilaviy fotosurat, 3-5 daqiqali videorolik, oilaning hayoti, qadriyatlari, kasbi va an'analari aks ettirilishi kerak. Uchinchi shart: biz kitobxon oilamiz. Unda adabiyotlar asosida savollarga javob beriladi. Tayyorgarlik uchun 1 daqiqa, javob uchun 2 daqiqa. Baholash tartibi: har bir shart 10 ballgacha baholanadi. Eng ko'p ball to'plagan oilalar g'olib deb topiladi. G'oliblar diplom va qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadi. Aziz xodimlar, ibratli oilangizda namoyon etib, tanlovda faol ishtirok eting.